eringizni uyida siz mana bu ikkinchi eringiz bilan birga yashadingiz. Yashadik, bitta hovli joyda yashadik. Qanday tushunish mumkin bu? Eringiz qanaqa qabul qildilar bu uyga? Xo'jayinim birinchi bo'lmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Xola nima deb o'ylaydi dedi. U bola bilan ham nikoh o'qitdingizmi shunda? Ha, nikohim bo'ldi. Qanaqasiga sizni ikkinchi eringiz bilan uni uyda yashashiga ruxsat berdi? Majbur bo'ldi. Hozir yashayapsizmi u yigit bilan? Yo'q, u bolani keyin bu mahallaga haydab yuborishdi uni ham. Lekin qanaqa u sizni ikkinchi eringizni u yoqqa olib kelishga qaysi aqlingiz bilan qanaqasiga ular sig'dirishdi ikkalaringiz yashashingiz? Jinsiy aloqa bo'lganligini turmush o'rtog'ingiz bilganmi, bilmagan? Bilgan. Bilgani? Nariy xonada xo'jayiningiz yotsa, bu xonada siz jinsiy aloqada bo'lgan uyalmadingizmi? Siz hozir bu yerga qo'yib kelgan talabingizni qarang, men ikkinchi olib kelgan erimni qabul qilishmayman. Behayo ahmoq ayol ekansiz, o'zimda qaragan. Hayo mutlaqo yo'q. Yuzingizda nur yo'q. Iymon zaif, gunohkorsiz. Turmush o'rtog'ingiz bo'la turib boshqa o'ynash topgansiz. O'shanga majbur qildi-da. Nima uchun siz boshqa yerni topib keldingiz? Nima haqqingiz bor? Qari shariatimizda bormi? Sizni yer ko'tarib yurganini o'zi Alloh taolo mehribon-da. Lekin siz shuni kuting. Sizga juda katta falokat keladi. Bilib qo'ying. Zinokor eng qattiq gunohi kabiralar sohib. Sizni hayotingiz oxiri zulmat, qorong'ulik va falokat.